sostengiz qaltirab, opa nima bo'ladi endi deb turibdi. Yo'q. Alhamdulillah, mana bugun keladigan vaqtingizda sovg'a salomlar bilan обязательно har safar kelganda alhamdulillah kitobinglar xursand davomli bo'lib kelishadi. Kichkinangiznikichi? Kichkinam yuruvlar bitib ketdi. Bo'ylari pastroq edi, nisbatan oyoqlari o'rtaga qiyshaygan edi. X-obrazniy edi. Terisi ham tiniq emas, qon aralash yaxshi emas edi. Qon aylanishi Endi paruk hisobiga mramorniy bo'ladi. Mramorniy. O'shanaqa edi, hozir hammasi yaxshi. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Hammasi. Xudoga shukr. Mana shunaqa o'zifni esa xursand bo'laman. Rahmat kattakon. Siz-chi, adasi, nima deysiz? Sostoяние. Mana erkaklardan hech o'zif olmaganman-da. O'zingiz nima deysiz? Qanaqa? Misol mana o'ylamagandim, misol bormagan joy qolmagandan keyin najot yo'qmi